Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda pensiyalar oshirilishi haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agarda ushbu videomizdan ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bor yo'g'i bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning pensiya miqdori oshirilishi mumkin. O'zbekistonda 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiy xizmatchilarning pensiyasi oshirilishi mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyalari bilan ta'minlashning huquqiy asoslarini qonun bilan belgilash, ushbu pensiyani tayinlash shartlari, turlari, miqdorlari va tartibiga oid normalarni takomillashtirish nazarda tutilmoqda. Xususan, harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiyaning bazaviy miqdorini aniqlashda ish haqining hisobga olinadigan miqdorini 75% dan 100% ga oshirish, shuningdek, pensiya tayinlashda asos bo'ladigan pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 10 baravaridan kelib chiqib hisoblash amaliyotini 12 baravaridan kelib chiqib amalga oshirish taklif etilmoqda. Deputatlar fikricha, mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish samaradorligi va harbiy xizmat jozibadorligini oshirish, pensiya ta'minoti sohasidagi munosabatlarni aniq tartibga solish, shuningdek, huquqni qo'llash amaliyotida barqaror va yagona mexanizmlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Avvalroq O'zbekistonda harbiy xizmatchilar o'rtasida ma'naviyat qalqoni Respublika kitobxonlik tanlovi yo'lga qo'yilib, yakuniy bosqich g'oliblari elektromobil bilan taqdirlanishi to'g'risida xabar berilgandi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: daryo.uz sayti.